Hammaga salom. Bugungi chorshanbada yana sizlar bilan diydor ko'rishib turganimdan xursandman. Biz hozir bolalarim bilan bugun havo yaxshi bo'lgani uchun sadga ketyapmiz. Hozir biz ikkita bolamni olib sayohatga ketyapmiz. Aylanishga, yo'lda video qilishga sizlar bilan ko'chalarimizni ko'rsatib bo'lishmoqchi edik. Shuning uchun davom etamiz. Mana Safiya kiyinib tayyor bo'lgan. Mana biz hozir chiqib ketyapmiz. Oching. Mana biz hozir uyimizni qulflab olsak, yo'limizda davom etamiz. Uyimiz qulflandi. Ko'chaga chiqyapmiz. Ko'chaga chiqdik. Mana bu bizning ko'chamiz. Ko'rib turibsizlar, havo yaxshi, me'yorida, iliq. Mana biz bo'sh hozircha. Mana biz yo'ldan o'tib ketyapmiz. Peshobdan bizda deb mashinalar to'xtadi. Ko'rdinglar? Germaniyada shunaqa doim mashinalar to'xtab turadi. Piyodalar o'tish mahali. Mana Germaniyadagi uylar, ko'chalar mana turadi. Doim ozoda. Bu yerda ham bahor kelgani bilinib qoldi ancha. Safiya qo'ysin. Qo'lingni ko'tar. Qara. Halo. Qurilish joyiga keldik. Bu yerda mana bunaqa bannerlar osilgan bo'ladi. Mana bunaqalar doim alishib turadi. Bu bizga katta, eng chiroyli desam bo'ladi, shahardagi yaxshi mehmonxonalardan bittasi. Doim to'ylar, bir bayramlar shu yerda uyushtiriladi. Hozir biz qayerga boramiz, Safiya? Bu yerda Safiya ko'rsatyapti. Mana 23-da Zontakda bo'lar ekan, Draynsvansishda Max. Xudo xolasa biz ham kirish niyatimiz bor. Maqsad bolalarimizga vitamin D bilan to'yintirish. Shuning uchun biroz sayohat qilamiz piyoda. Doimiy videolarimiz qish bo'lgani uchun nimada bo'ldi? Mashinada bo'ldi. Endi piyoda ham qilyapmiz. Yoz bo'layotgani uchun piyoda qilishga harakat qilamiz ko'proq. Sizlarga ko'rsatmoqchiman, mana yo'limizda mana bunaqa narsalar, kitoblar olib chiqib qo'yishibdi. Germaniyada doim summitneyman deb shunaqa yozuv bilan doim narsalar olib chiqib qo'yishadi. Kimga kerakli bo'lsa olib ketishi mumkin. Lekin hozir summitneym deb yozilmagan. Lekin olib ketishingiz mumkin. Shu joyda ko'rdingizmi? Olib ketishingiz mumkin. Qoch. Biz bu joylarda Safiya qizim bilan ko'p aylanganmiz. Kuyshi Taj Mahal deb yozilgan kuyshi. Chunki har bir davlatda har bir narsani bizga qiziqib ko'rish kerak. Bu joyda mana bunaqa Kinder Kista, mana bunaqa bolalarga narsalar sotiladigan salonlar joylashgan. Bu yerda mana B2ga o'qiydigan joy. Wow, mana yerda
bahorgi gullarimizdan ochilibdi. Allo, Safiya. Hello. Allo. Safiya, wohin gehst du? Was ist das? Flower. Blumen. Mana biz hozir bu yoqqa burildik. Bizda oldingi videolarda ham ko'rsatgandik, futbol bo'layotganini. Stadionimiz bor. Shu bo'ylab ketamiz, chunki bu yog'i ozgina tinchroq bolalar uchun. O'shaning uchun shu yerdan ketmoqchimiz. Charchadingizmi? Bugun stadion ham tinchlik, hech kim yo'q ekan. Safiya yo'lda biladi, o'shaning uchun tez kelyapti. Safiya? Safiya. Mana biz hozir Park Platsga keldik, yaqinlashdik. Park Platsdan qilib yuramiz. Safiya. Bu yerda ko'pgina mashinalar, buslar to'xtagan. Aksariyat turistlar kelsa, shu joyda to'xtaydi. Busdan tushib, shu yerda mashinalarni qo'yib, buslarni qo'yib, keyin sayohatga ketishadi. Mana bizni shaharimizni xaritasi bu yerda. Qayerdan borsangiz, nimaga borishlaringiz shu yerda ko'rinib turgan. Topib borishingiz mumkin. Safiyani kichkinaligidan o'ynaydigan joyi. Shu yerda doim o'ynaydi. Safiya, baby schlafen. Mana bu joylarda kelib odamlar o'tirishadi. Bo'sh paytlari dam olishadi. To'g'rimizda maktab joylashgan. Bu yerga bolalar ko'p keladi. Mana Germaniyada doim axlat to'kish mavzusiga ko'p qattiq nima. Mana brown glass, green glass. Yana yonda green glass ekan. Alte Kleider und Schuhe tashiydigan joylar. Misol uchun sizlar glass bu shisha idishlarini olib kelib shu yerga tashashadi, alohida to'plashib. Unda shu Kleider degan joylari odamlar eski oyoq kiyimlari, eski ustivosh kiyimlarini tashashadi. Hech kim harqatga tashlab yormaydi. Shuni ham aytib o'tmoqchiman. Ma'lumot o'rnida kim Germaniyaga kelsa, undan keyin yashamoqchi bo'lsa, bir ma'lumot bo'ladi deb o'ylagandim. Uyda katta bekarayimiz joylashgan, mahsulotlari sotadigan. Hozir berk ekan.
Mana bizni kebab hausimiz, donar do'konimiz. Turkiya taomlari. Bizda domlar ichida aylanib yurgan paytimiz ko'rardik doim. Ko'chada har bir joyda mana bunaqa o'tiradigan o'rindiqlar, skameykalar qo'yilgan bo'lardi. Bu yerda unaqa emas. Chunki bu yerda orqada yashil maydon, o'zini огородchalari bor. Ana shu joylarga odamlar kelib, o'sha joylarda o'zlari mana bunaqa stullar qo'yib olgan. O'sha joylarga ovqat pishirishadi, dam olish paytlari shunaqa qilib o'tirishadi.